2-3 joyga bordik. Rezultat bo'lmadi. Bugun keldik. Xudoga shukr, mana 10 minutda hal qilib berdi. BYD Soing Plus mashinasi kelgan. O'zi kecha biz viloyatda edik. Aka ishi zarur ekan. Surxondaryodan kelgan. Konditsionerda muammo bo'lgan. Xudo xolasa konditsionerni o'zini qilib berdik. Kecha aka bir ikkita ustaxonalarga borgan ekan. Aka qanday bo'ldi ish? Assalomu alaykum. Ish zakonni bo'ldi. Ustalari zo'r ekan. Kecha 2-3 joyga bordik. Rezultat bo'lmadi. Bugun keldik. Xudoga shukr, mana 10 minutda hal qilib berdi. Bilgan ekan joyini shartni taxladi. Xullas aka, bu qanaqadir reklama yo maqtash emas. Prosta bu mashinalar bunaqa muammolar ko'p bo'lgan, bizda ko'p ishimiz tushgan. Xudo xolasa akani Surxondaryodan kelganini nima bu joyizga ketmadi, ishini bitkazib berdi. Xudo xolasa men bemalol ketaveradi. BYD servisga bemalol ishonishinglar mumkinmi? Albatta. Kelingizlar, ishlaringiz joyida bitadi. Professional ustalari ekan. Zo'r. Rahmat aka, ishonch uchun. Ishlariga rozimiz. Bo'ldi, bemalol kelaverasizlar. Mana shunaqa muammo iloya bo'lmasa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa ishinglarni cho'tki qilib bitkazib beramiz.